Sofjon Boboyev. Birinchi variant 17-masala. Ozon kisloroddan iborat aralashma kaliy yodid eritmasidan o'tkazilganda 127 gram kristal modda ajralib chiqdi. Xuddi shunday aralashma 120 gram qizdirilgan uglerod bilan ta'sirlashganda 224 litr normal sharoitda gazlar aralashmasi hosil bo'lsa, dastlabki aralashma tarkibidagi ozonning massa ulushini aniqlang debdi. Demak, dastlabki aralashmada bizda ozon bilan kislorod bo'lgan. Bilmaymiz hozircha. Mana shu ozon, demak, ozon kaliy yodid eritmasiga tushirilganda yod ajraladi. Yod kristal modda plus kaliy gidroksid va kislorod ham ajraladi oddiy modda sifatida. Reaksiyani tenglashtiradigan bo'lsam, ozonni oldiga demak necha qo'yishim kerak? Xo'sh, ozonni oldiga emas, birinchi yod elektrobalansiga qaraydigan bo'lsam, demak minusdan plus 2 ga 2 elektron. Kislorod, ozon esa 0 ga o'tyapti. Bu yoqqa 2 qo'yadigan bo'lsam, ya'ni mana buni oldiga 2 qo'yadigan bo'lsam, birinchi o'rinda, ya'ni vodorodlarni tenglashtirish uchun kaliy gidroksidni oldiga bu yoqqa demak 4 qo'yishim kerak. Demak, vodorodlar tenglashadi 2 qo'ysam. Keyin kaliyni oldiga 2 qo'yadigan bo'lsam, hop, yodni oldiga qo'yishim shart emas. Yod o'zi keyin teng va kislorodlar bu yoqda 2 ta, mana bu tarafda esa 2 ta, 4 ta, bu tarafda esa 1 ta va mana bu joyda 3 ta. Bu tarafda ham demak 4 ta bo'ldi. Demak 4 ta, 2 ta, 4 ta. Reaksiya teng. 127 gram deyaptimi? Demak, mana buni massasi 127 dan ikkitasi 254 bo'ladi. Bu 127 bo'layotgan bo'lsa 0.5 mol degani. Ozon qancha bo'lgan desak shundan. Shu ozon 1 mol bo'ladigan bo'lsa, mana bu demak 0.5 mol. 0.5 mol demak ozon bo'lgan. Xo'p, xuddi shunday aralashma, demak, uglerod bilan 120 gram uglerod 12 ga bo'ladigan bo'lsa, demak bu 10 mol uglerod degani. 10 mol uglerod plus kislorod bilan reaksiyaga kirishganda karbonat angidrid hosil bo'ladi. Va hosil bo'lgan karbonat angidridni yana uglerod qaytaradi is gazigacha. Demak, is gaziga qaytaradi. Ikkita uglerodda demak moli 10 mol edi. Hosil bo'lgan gazlar aralashmasi esa 224 litr deyapti. 224 litrni 22.4 ga bo'ladigan bo'lsam, demak bu ham 10 mol bo'lgan. Hop, 10 mol bo'lgan ikkita gazlar aralashmasi. Shundan aytayaptiki, bizga ma'lumot beryapti. Is gazini ulushi 50% deyapti. Demak, 50% bo'ladigan bo'lsa, 10 ni 0.5 ga ko'paytiradigan bo'lsam, demak 5 moli is gazi bo'lgan. 5 mol is gazi. 5 mol is gazi bo'ladigan bo'lsa, karbonat angidrid bu joyda 5 mol sarflangan. Uglerod bu joyda esa 5 mol yana qaytarish uchun sarflangan. Shunda ortib qolgan karbonat angidridim 5 mol bo'lgan. Sarflanib ketgani esa undan oldin 5 mol bo'lgan. Demak, plus 10 mol plus 5 bo'ladigan bo'lsa, 10 mol karbonat angidrid hosil bo'lgan birinchi. Ya'ni 10 molda. Dastlabkisi mana bu karbonat angidridda 10 mol bo'lgan deyman. Shunda reaksiyani tenglashtiradigan bo'lsam, mana bu joyga va yo'q.
reaksiyani tenglashtirmabman o'rtoqlar. Men bularni hisoblashdan oldin. Hop, 5 mol is gazi ekanligini bildik, lekin reaksiyani tenglashtirishimiz kerak edi. Hop, uglerod bu yoqda 2 ta. Bu yoqda bitta, bu yoqda ham bitta kislorod. Men bu joyga 2 qo'yadigan bo'lsam, kislorodlarim tenglashadi va reaksiya teng. Karbonat angidrid shunda qancha sarflangan bo'ladi? 2,5 sarflangan bo'ladi. Buni qaytarish uchun sarflangani esa demak 2,5. 10 mol bor edi. Men bu tarafdan ketib topsagan bo'ladi. 10 dan 2,5 ni ayiradigan bo'lsam 7,5. Hop, 7,5 mol uglerod bu uchun sarflanganmi yoki-da ortib qolgani ham bormi yana? Shuni hozir bilib olamiz. Demak, kislorod bu yoqda bitta, ikkita, bu yoqda ham ikkita. O'zi bu reaksiya teng. Hop, 5 mol demak, gazlar aralashmasini 50% is gazi bo'ladigan bo'lsa, 50% karbonat angidrid bo'lgan, 5 mol karbonat angidrid ortib qolgan degani bu. Ya'ni qaytarilmasdan. Hop, 2,5 mol qaytarilib ketgan bo'lsa, plus 2,5 ni qo'shadigan bo'lsam, 7,5. Ya'ni 7,5, mana bu yerda 7,5 uglerod bor edi, 7,5 karbonat angidrid hosil bo'lgan ekan, to'liq. Ya'ni uglerod ham to'liq sarflangan. Biz sarflangan kislorodni molni topadigan bo'lsak, demak 7,5 mol kislorod sarflangan. Kislorodning moli esa bu joyda demak 7,5 mol bo'lgan. Biz kislorod azon aralashmasini demak massa nisbatini topishimiz kerak edi. 7,5 mol demak kislorod bo'lgan bo'lsa, 32 ga ko'paytirishim kerak. 0,5 mol azon bor edi. Azon demak 0,5 mol edi. Buni ko'paytirishim kerak 48 ga massasiga. Demak bu 24 gram. 32 ni 7,5 ga ko'paytiradigan bo'lsam 240 gram bo'ladi. Ikkalasini qo'shadigan bo'lsam 248 gram. 244 gram. 48 emas, 244 gram bo'ladi. Yo'q, 264 gram. O'zi 244 deb. Ikkalasini qo'shadigan bo'lsam, demak 264 gram bo'ladi. Hop, bu 100%. Shuning ichidan bizga ozonni massa ulushini deganmidi? Ozon 24 gram bo'ladigan bo'lsa, 24 ni bo'lishim kerak 100 ga ko'paytirib 264 ga. 0,09 taqriban 0,1. Ya'ni massa ulushga oladigan bo'lsam, mana bu 100% emas. Hop, ya'ni ulushda hisoblayapmiz. 1 deb hisoblaydigan bo'lsam, mana bu 0,1 bo'ladi. Ya'ni 1 butun ulushda massa ulush. To'g'ri javob B.